Assalomu alaykum hurmatli usta Svarshi obunachilari. Mana issiq kunlar ham keldi. Hamma uyga uy qilaman deydi, joy qilaman deydi, hammom qiladi, boshqa qiladi. Hammomga titan pechka istaganlar bo'ladi. Eng arzonlari faqat bizning profilimizda bo'ladi. Like, comment, podpiskani ayamanglar aziz do'stlar. Mana sizlarga xudo xolasa eng arzon titan pechkani obzorini qilib beraman. Yo'qsa like bosib ketinglar. Soni cheklanmagan, bemalol aloqaga chiqib olishinglar mumkin. Akalar, titan pechkamizning narxi sotiladigan, qo'lga tegadigan narxi 1.300.000 so'm. 1.300.000 so'm. Litri 90 litrlik bo'ladi. Mana bu titan pechkalarga e'tiborlar qarashinglar so'rayman. Xo'p, titanimiz 100 litrlik bo'ladi, temir bo'ladi. Pechkamizga ham e'tibor beringlar. O'ta bir chiroyli qilib ishlab qo'yilgan, tekis qilib yasalgan. Xo'p, titanimiz mana bu joydan suv nima bo'ladi? To'kka isiydi. Ariston qo'yib to'kka isinglar bo'ladi. Suv kirdi, chiqtilarini qo'yib beriladi. Mana bu joydan tutuni chiqadi. Buni hamma biladi. O mana pechkasi bo'ladi. Pechkasini mana ichini bemalol ko'rsataman. Ichi cho'yan qo'yib beriladi. Xuddi shu ko'rinishda bo'ladi. Pastdan kul olish imkoniyatini beradi. Ko'rib yoqqan bo'lsa, like bosib ketinglar, aloqaga chiqishinglar mumkin. Xudo xolasa soni cheklanmagan.